O'kamka jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qo'shoqchi Qosimov jurnalistlar savollariga javob beradi. Xo'jalo bayramlar bilan Bahormi? bahor, Ramazon, hammasi bahayam kunlar. Birinchi o'yin, birinchi mag'lubiyat. birinchi mag'lubiyat haqida mana o'zingiz 0-0. to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor. Bayramlar bilan tabriklaymiz. O'yin keladigan bo'lsa, menimcha yomon birinchi turga yomon o'yin ko'rsatganimiz yo'q. Birinchi bo'limda yomon harakat qilganimiz yo'q. Albatta vaziyat ham bo'ldi. Menimcha shu nodirli vaziyatdan endi golgacha o'ynaydi o'yin. Albatta bu vaziyatni golga aylantirishimiz kerak edi, lekin oxir-oqibat o'sha uzoqdan tepilgan to'p menimcha 30-35 metrlardan yo'naltirilgan to'p darvozamizdan to'rida joy oldi. Albatta hal qildi. Golgacha o'ynaydi o'yin. Lekin ikkita jamoa ham hozirgi kunda yomon o'yin ko'rsatgani yo'q. Albatta xulosa chiqarib ishlaymiz, nima qilamiz? Yigitlar yomon kayfiyatda emas edi. O'shaning uchun ham yana bitta narsa bor. Albatta undan shu o'yinchilar jamoamizdan tark etdi. Bu ham o'ziga yarasha salbiy ta'siri bor. Ishlashda davom etamiz, nima qilamiz? Baribir nima deydi? Maydonga chiqqandan keyin hech kimga qiziq emas. Biz chiroyli, muxlis bop o'yin ko'rsatishimiz kerak. Shu. Oxir marhamat. Dilshod Ahmadaliyev va Behruz Asqarov bilan bog'liq voqealarga oydinlik kirita olasizmi? Bugun men Dilshod Ahmadaliyevni ko'rdik, hatto Bunyodkor muxlislari xoinga chiqarishdi. Kim? Stadionda. Endi hayot shunaqa, bu ham o'tadi, ketadi. Endi odamni insonni tilida suyagi yo'qda, oson gapirish. Nimaga xoin, nimaga o'ynamaganda hech kim borib federatsiyaga borib iltimos qilmadi? Masalan, o'z paytida shunday o'yinchini yo'qotishimiz mumkinmidi? Endi hamma o'zicha haq. O'shaning uchun men ularni ham obsujdat qilmayman, muxlislarni. Bizning ishimiz maydonga chiqib o'ynash, men unaqa deb o'ylamayman. Endi anaqa bo'yicha jamoaga to'g'ri kelmadi. Zborda tekshirib ko'rdi. O'shaning uchun ham ikki taraflama kelishuv orqali bu normal holat. Behruz Asqarov. Marhamat. Mirjalol aka, bilamizki, Okrika juda yaxshi o'yin ko'rsatyapti, ammo hujumlar yakunlanmay qolayotgandek. Sizningcha bu mavsum davomida pand bermaydimi? Endi xavotirli joyi bor. Endi boshqa nima qilamiz? Hamma sizlar jurnalistlar yoshartirdi yotibsizlar-yu. Men nima qilay endi? Endi o'sha malakasi oshish uchun yillar kerak. Qanaqadir yillar davomida malakasi oshib boradi. Albatta har doim aytganman, Moskva bir kunda qurilmagan. Asta sekinlik bilan qanaqadir malakasi oshib jamoamizga o'z foydasi tegadi o'ylayman. Endi bundan boshqa iloj yo'q-da. O'sha narsa. Marhamat. O'sha nazorat o'yinlar doirasida mavsumga taxminan 10 tacha o'yin o'tkazdingiz. Bu o'sha nazorat o'yinlar davomida asosiy tarkibni shakllantira oldingizmi yo hali ba'zi pozitsiyalarda ikkilanishlar bormi? Yo'q, hali bor. Nimaki hozir ham o'tirganimizda o'rtoqlik uchrashuv, nazorat o'yinlari u boshqa dunyo. Mamnaqa rasmiy o'yinlarda u boshqa narsa. Bu o'yinlar orqali xulosa chiqarib, qanaqadir korrektirovka qilamiz. Xo'p, marhamat. Assalomu alaykum. Adashmayotgan bo'lsam, yangi futbolchilardan ikkitasi boshlang'ich tarkibda bo'lgan, hujumchi va Koya bilan Riyan. Umuman yangi futbolchilardan qanchalik farq hosil qildik? Yomon harakat qilgani yo'q. Eng kerakligi hozir futbol dinamika. Qanaqadir vaziyatda hujumchimizga ham to'p yaxshi kelmagan sababi raqib jamoasi ham qarshilik ko'rsatdi.
O'shaning uchun ham lekin o'sha birinchi bo'limda boshida o'sha pressing qilganimizda juda ham yaxshi vaziyatda to'pni qizg'anmay Nodir kuzatib, Nodir bemalol to'xtatib darvozaga yo'lantirishi mumkin edi, lekin 100% imkoniyatdan foydalana olmadi. Yomon harakat qilgani yo'q, endi vaqt ko'rsatadi. Hozir bitta o'yin bilan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Realga keladigan bo'lsa, Real ham ob'yom juda ham ko'p hajmda ob'yom ishini qildi, lekin ishlatish kerak. Hali buni pozitsiyada mana bu narsa bo'lishi kerak. Agarda hamma narsani qilib mana bu bo'lmasa, Alloh bergan, unda qiyin. Osim marhamat. Jiyan qalaysan? Men seni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi. Kim? Yo'q-da. 24-yillarga juda yaxshi o'tgandi. Jamoa medallar qo'lga kiritdi. O'tgan endi ikkinchi davrada biroz susayish bo'ldi. Shu sezonni oxiriga o'tkazish uchun rasman bo'lib qoldim. Endi bu yil agentlar maqsadi qanaqa? Endi hamma maqsad kurashish deydi-yu, birinchi o'rin, 5-chi o'rinni olsanglar. Yo, endi har bitta o'yinga jiddiy tayyorgarlik ko'rib chiqamiz. Men vazifam bu aytaman-ku, farqi yo'q. Kim qo'l ostimda bo'lishidan qat'iy nazar, futbolda prinsip bor, kurash, o'shanga amal qilgan holda chiqiladi. U yog'i Alloh nima bersa o'sha bo'ladi. Oldindan bitta narsa bo'lmaydi. Oxirgi savol. Futbolchilarni o'sha ro'za tutishi Ramazon oyida ularning jismoniy holatiga ta'sir qilmaydimi? Masalan, Cityda Guardiola yaqinda o'tib o'tdi. Bizda o'sha yaxshi nutritsiologlar bor va ular ishlashadi futbolchilar bilan. O'shalarga tartib nima qiladi? Agemkada qanday bunday vaziyat? Masalan, bizda ham doktorlarimiz qaraydi, vitaminizatsiya bor, beriladi. Yomon narsa emas. Bu navarot, nimaki o'rtoqlik uchrashuvi ham o'ynadi, mashg'ulotlar ham ro'za tutayotganimizda bo'lyapti. O'shaning uchun ham bu fursatdan foydalanib PFLga ham rahmat deyman. Oldinlari o'yinni boshlab keyin og'iz ochildi. Hozir og'izni ochib turib, iftorlik qilib, keyin o'yinga chiqilyapti. Bu normal holat. Bundan tashqari hozir o'sha tarixga qaytamiz, o'sha Riyodda bo'lganda ligada o'ynaganimizda как раз o'sha ro'zaga to'g'ri kelgan edi. U yerda ham ro'zani ochib o'ynagan edi. Normal holat, yomon emas. O'yin ham ko'rsatdi, masalan, hech kimni tomiri tortishib qo'ygani yo'q, jismonan yotib olgani yo'q, masalanda. Bu amalda ko'rsatib turibdi maydon. Rahmat. Keyingi o'yinda davom etamiz.